Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Baliq ovish ishqibozlari, baliq ovchilari. Toshkent dengizi baliq ovlagani keldim. Katamaran. Kerak bo'lsa mana shu raqamga telefon qilib, bron qilib kelaverasizlar. Sudak balig'ini ovlagan kelganmiz. Mana shunaqa hajmda mayda baliqchalarni olib kelganmiz. Ovimiz natijalari. Bismillah. Mana shunaqa hajmda sudak balig'ini ovladik. Hozircha tushgan balig'imiz mana shu. Yana tushib qolsa kerak. Inshaalloh rizq Allohda, sababini qilsa bo'laveradi. Nasibamizga yarashasini tutib olib ketamiz. Jig, wobbler, blishniya degan narsalardan foydalanmadim. Asosan shu trimayda baliqchadan foydalandim. Bugungi sanamiz 23 noyabr 2025 yil. Toshkent dengizi.